Minecraft. Lekin to'satdan butun dunyo dumaloq bo'lib qoldi. Bu narsa tasodifan yuz bermadi. Hammasini yovuz maxluq amalga oshirdi. Hattoki ajdarni ham hal qilib beramas. Bizning maqsadimiz esa nima qilib bo'lsa ham Minecraftni asl holiga qaytarish. Hattoki mana shu bossni yo'q qilib bo'lsa ham. Hammasi men o'ylagandarim rasvo ku, buni qara dumaloqligini. Ha qishloqi hammasi rasvo. Bizning vazifamiz esa bu tartibsizlikni tartibga solish. Biror nimani tartibga solishdan oldin o'zi nimani tartibga solish kerakligini bilish kerak. Shunga eksperimentga qilamiz. Oldin bu dumaloq olamni o'rganish kerak. Buni qara, men allaqachon kashfiyot qildim. Qara, tagday blok sindirsang nima bo'ladi? Uysi bo'ladi. Agar tepaga qarab shuncha qurib ketsa nima bo'ladi? Cheksiz yupqalashadimi? Yo'q, cheksiz yupqalashmas ekan, lekin baribir ajoyib ko'rinyapti. Chiroyli, lekin Minecraftga to'g'ri kelmaydi. Fikringga qo'shilaman. Aytgancha bizda mana bunday matoq bor, sezgan bo'lsanglar kerak. Bu bizga tiqilib qolganda yordam beradi. Bu dumaloq olamda harakatlanish ham oson emas. Xuddi cheksiz ender barvartga o'xshaydi. Ha, aynan. Menimcha bu olamda yaxshi ko'rinayotgan yagona narsalar bu daraxtlar bo'lsa. Qanchoq, nega meni daraxtimni chopib berasan? Bu akatsiya daraxtlari tikoni bormi nimada? O'zi aytyapsan, akatsiya bo'ladi-da, ye. Maydalaymiz, yasaymiz, kovlaymiz, otamiz, Qochamiz. videoga like bosamiz va yana eng muhimi kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu juda ham muhim. Sababi esa deyarli 1,5 million tomonlik tasavvur qilyapsizlarmi? Birgina sizning yordamingiz bilan bu hoziroq amalga oshishi mumkin. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'ling. Yana bizda ikkinchi kanal ham mavjud. U yerda ham deyarli 100 ming ta obunachi yig'dik. Shuning uchun iltimos u kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi kanalda tez-tez streamlar qilib turamiz. Tezroq dumaloq qishloq topish kerak. Qumaloq bo'lsa ham bo'ladi, muhim ovqat bo'lsin. Biz savannadaligimizni hisobga olsak, qishloq muammo bo'lmasligi kerak menimcha. Uchaman, pulib. Marvartni ishla. To'g'ri. Oho, qayerga otib yubording Marvartni? Endi qaysidir go'rda savannani o'rtasida Tepaga qara. daraxtamisan? Nega men bu bloklarga tiqilib qolyapman? Wow, biz qo'ygan bloklar to'rtburchak bo'lar ekan ba'zilari. Bu degani hozirroq tepaga qurib chiqamizda qishloq qidiramiz. Savannada bo'lish kerak. Axir qishloq. Bechora qishloqlar ham qayerda uy qurishni bilmayapti shekilli. Ha, ana bu yerda buzilgan portal bor ekan. O'sha yerga uchamiz. Yo'q, faqat bu emas, parchalar ketdi. Bo'p turadi qishloqqa. Kim bilan bo'lmaydi deysan? Mayli, men qayiq yasadim, ketdik buzilgan portalga. Bizga hozir qishloq foydaliroq bo'lardi. Nazar tosh ham dumaloq ekan. Bu degani esa qishloqqa. Bizni dezerda ham sarguzashtlar kutib turibdi. Bu sandiqda esa temir, obsidian, bolta va temir shim. Kech ham tushib qoldi. Endi qishloqni qayerda qidiramiz? Nega quruqlikka chiqdik? O'lib ketamiz. Dabban suvga qayt. O'ziga qishloq ko'rdim, bu ko'rdim qildik-ku. Bo'ldi, qaytamiz suvga. Endi baga shu paytda tiqilib qolaman. Suvda hech bo'lmasa tegishmas. Voy, men ham o'tirib Qo'lingda ender barbartini ushlab olma. La'natda endi barbar, men tashlab ketma. O'tir qayiqqa. Hozir o'tirib yo'roq kelsachi. Bo'ldi, hayda orqamizdan qulashyapti. Voh, buzilgan kema, burillik. Bu narsalarni yeb bo'lmaydi-da, o'shida o'lib ketamiz. Balki pastdagi sandiqda biror nima bordir. Bittagina jonim qoldi. Yaramas daraxtlar, hammasi mana shularni deb bo'lyapti o'zi. Tikani bor hammasini. Mayli ochib ko'ramiz. Mayli xazina xaritasi hech bo'lmasa o'sha yerda ovqat bo'lar. Balki senda ovqat bordir. Yo'q, balki seni yermiz. Ya bitta buzilgan portal. Ha, hammasi unchalik quvonarli emas-u, lekin senga ham bitta oltin shim topdim. Qayig'imizni nomish qilib Titanic emasmidi? Ay, yo'q, qanaqa Titanic? Negadir u cho'kmoq shekilli. Bu yerda izohlarsiz. To'g'rimizda yana bitta cho'kkan kema. Qayerdan tushib qoldi? Jon, bitta temir miydi. G'anishi hech bo'lmasa suvni bersa bo'lardi. Hozir shu bitta jonimdan ham ayrilib qolaman shekilli. Xullas, tosh kavlayapman. Qongo'sh bormi? Bor, bo'ldi, petkazaymiz. Men esa atrofda uchib yurgan toshlar nega men suzolmayapman? Ha, men ochlikda o'lyapman. Nega suzolmayapman deb o'ylayapman. Bu yerdan beri ovqat yeyish kerak edi. O'zimga akvalan yasab olaman. Yasadingmi? Men qishni yasadim. Men esa qalqon yasadim va paqir. Menga ham yasading-ku, to'g'rimi? Ha, yasadim. Ma ushla, eshigingni ochyapman. Ushla tushib ketdi. Voy, qalqoni. O'yin oxirigacha bitta jon bilan yuramanmi deb o'ylay boshlagandim. Agar shu yerda ham ovqat bo'lmasa bilmadim. Obbo, bu taxtalar jonimga tegdi dumaloq. Va nihoyat bu yerda hech bo'lmasa ovqat bor. Pechkani qo'ydim, kartoshkani qo'y pechkaga. Tushunarli 3 ga bo'laman. Nega 3 ga bo'lasa o'zi 2 ta ko'mirim bor, 2 ga bo'ldi afing. Yaxshi, 2 ga bo'ldim. Menda xazina xaritasi bor. Mana bunyapti.
kerak. Chalga urish kerak ekanlar. Adashmam uning tashlanlariga burilaman. Men sen beraman dedim, qochoq. Bu yerda aylanib o'tish kerak. Aylanib o'tishma, men sifatli. Keladi u qo'lingdan keladi. Ay, men bilaman nima qilishni pulim. Bu yerda yetdik. Mana shu yerlarda bo'lish kerak. Eski usulda topamiz. Yaramas dumaloq Minecraft. Uni deb hattoki chaklarning ichidagi koordinatalar ham qimirlamaydigan bo'libdi. Buni nepligini qayerdan bilding? Unda nimani deb bo'lmayli eskichasiga kovlaymiz. Meni belkuragim ham yetib keldi. Bu ketishda qanday topdingmi? Men topdim. Men haqiqiy arxeologman. Biz boymiz qishloqqa, hattoki ikkita olmos ham bor. Naqd 32 ta oltin to'plashga ulgurdik. Aytgancha qishloqqa ma ushla senga temir. Nega? Shunchaki, Men o'sha taxtali kirgan. nega? Shunchaki Aytgancha biz qishloq qidirayotgandik, esa ham chiqib ketibdi. Mayli, davom ettiramiz. tong otmaydimi nimada? Bu yana nima bola bo'ldi? Shuncha katta savannada bironta ham qishloq yo'q. Yarim soatdan beri bu savannadan chiqib ketolmadik, bironta ham qishloq chiqmadi. Qishloqqa senga u yerda yordam kerak emasmi? Yo, o'zim uddalayman. Mayli, men seni bilaman, shuning uchun ham boraveraman. Tezroq kelmaysan, kreper portlatib ketdi. Senga ishonibman men. Umuman hech qayerda hech qanaqa qishloq yo'q. Qanday omadsizlik bo'lishi mumkin bu? Bugun chap tarafing bilan turgansan-da. Ha, aniq shuni deb bo'lsa kerak. Hammanglar qishloqda topishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham. Oh, Enderman, sen bizga hali asqotasan, shuning uchun qilichimni ta'midan tatib ko'r. Enderman vartni menga ber. Men toqqa uchdim, orqamdan uch. O'sha yerda bo'lib qolsa kerak bironta qishloq. Voy lanatib, men haqiqiy Enderman vartni otib qo'yibman mana bu turganda. Shunaqasanda, to'pasan yo'qotasan. Mayli, yotoq yasadim, uxlab ol. Bu savannani oxiri yo'qmi deb o'ylay boshlagandim, lekin bor ekan. Uchapman. Faqat emas. Ammo bu ketishda hech qachon qishloq topa olmaymiz. Shuning uchun ikkiga bo'linib qidiramiz. Yaxshi, bir yo'la musobaqa ham o'tkazamiz. Kim birinchi topar kim? O'rmonda yurganimda xuddi o'zimni Minecraftda emas, boshqa qaysidir allambalo o'yinda yurgandek his qilyapman. Men uzoqdan nimani ko'ryapman, nahotki bu biz shunchalik uzoq vaqt davomida qidirgan qishloq? Sen ham qishloq topdingmi? Men ham qishloq topdim. Bu ajoyib yangilik-ku. Men topgan qishloqda bitta golem bor ekan. Men topgan deya bor ekan. Va uni qanaqadir o'yinchi o'ldirishga uryapti. Mayli, bola paqirga yordam berang. Men yo'q qilayotgan golemni esa yo'q qilishga qanaqadir qishloqqa yordam beryapti. Ha, qishloqlarimiz bir-biriga jundoq ham o'xshar ekan-a. Nimasini aytasan, Biz topgan qishloqda baribir samon kam ekan, shuning uchun qo'ylar kechirib qo'yasizlar. Pechga yasash uchun ozginagina tosh yetmayapti, lekin toshga borish bu dumaloq Minecraftda haqiqiy dahshat. Yetib keldim oxiri. Kon kavlab ketdingmi qishloqqa men kavlagan joyda? Ha, Nima deb o'ylaysan? Bizdagi ikkita olmosga olmos qilich yasash to'g'ri qo'yami? Yo'q, nimaga yasaysan? Tetak bitta topsang olmos qilga bo'ladi. Mayli, kelishdik. Bu yerda esa qandaydir nima balo bu yerda odatda suv bo'lmasdi shekilli. Oho, men bu yerni to'rtagina tosh cho'kovlagandim. Sen esa haqiqiy konga aylantiribsan-ku. Sen tezroq pastga tush, men bu yerda katta kon topganman. Men esa sal qolsa sochilib ketardim. Oho, hech narsa ko'rinmayapti-ku. Endi yaxshi mod o'rnatganman. Bu videoda ishlatilgan hamma modlar Telegramda. Ekrandagi QR kod yoki video havoli orqali Telegramga o'ting va modlarni yuklang. Bir qarashda bu yerda nechta temir borligini ham bilib bo'lmaydi. Tez kovla. Temir aslahalar tayyor, ajoyib. Faqat inventar to'lib ketgan. Bunday qilamiz, bo'lmasa hop, buni otamiz, hop va hop. Tayyor. Deyarli temir aslaha, temir hammasi bor. Oho, haligacha tosh aslahalarda yuribman. Upgrade vaqti yetib keldi. Yur, yaxshi to'l bo'lsa, qo'lab kelamiz olmos kirkaga. Ha, yana bilib olamiz dumaloq Minecraftda olmos topish qanday ekanligini. Bu dumaloq Minecraftda creeperlar umuman jo'n olmaydigan bo'lganmi? Pul ishlarida bo'lding e'tiboring uchun. Ha, endi u bo'lib qoldi. Bular bilan urushma. Urushning oldin o'zib ket, o'ldi. Qara, bir vaqtda ikkita quyonni pak. Olmoslar, qayerdasizlar? Olmos ko'rdimmi? Ha, yo'q, qanaqadir yo'q, olmos topdim. Olmos, men seni topdim.
Qancha dumaloq olmos ko'ray. Mana olmos ham topildi. Endi buni kovlab ko'ramiz va bu yerda atigi bitta emas-ku, to'g'rimi? Hech bo'lmasa ikkitadir. Olmos kirkaga yetadi. Ha, yetadi. Mayli, tepaga qaytib chiqamiz. Bu dumaloq Minecraftda ko'llarda adashib qolish hech gap emas. Menimcha chiqishni topdim shekilli. Men ham deyarli chiqdim. Xalaqit bermay tursang-chi, men hozir ana bu yerga o'tsam, yiqilib parchalanib ketmasligimga kim javob beradi? Bu dumaloq Minecraftda hattoki tekis tog'larga ham chiqib ketsa bo'lar ekan, hech qanday qiyinchiliklarsiz. Deyarli chiqib oldim. Hop, epic paydo bo'lish, bilib. Aytgancha qishloqqa endi bemalol olmos kirka yasasak ham bo'ladi. Tayyor upgrade. Olmos kirka bor, temir aslaqa bor, ovqat bor, hamma narsa bor. Nima qilish kerak? Nezerga ketish kerak? Nezerga ketish uchun esa Lava ko'li topish kerak. o'zi ham bu olamni dumaloq qilgan yaramasini topib patchog'ini chiqarib kelyapti tezroq. Epic save ko'rdingmi nima qildi voy? Ahmoq, sen qilolmading, men qiloldim, sen qilolmading. Pachoqsan, pachoq. O'zing patchoqsan. Bu yoqda buni boshqa videolarda o'ynamayman, bu yoqda deyapman. Bo'ldi. Mana suv ko'tarib xursand bo'lasanmi? Men baxtiyorman. Mayli, lava ko'li qidirib ketdik. Ana bu repmi, pepmi, allambalo qo'shiqlaringdan qo'yma, sokkinadan qo'y. Mayli qishloqi, mayli. Mana yetib keldik. Yeslichoq qishloqda dam olib kelaman o'zimni u yerda. Mazza qishloqiga mazza. Mayli, biz kovlashni boshladik. Obsidianni esa men ortiqchasi bilan kovlab olishga qaror qildim. Keyin nazarda qiynalib yurmaslik uchun. Bo'ldi, tayyor. Hoziroq portalni yoqamizda ichkariga surib yuboramiz qishloqqa. Aytgancha portal sen qurishi kerak edi-ku. Ha, epic saxta qilardik. Obbo, mayli epic kirish qilamiz. Shildir, pichov. Ha, buni epic deyishga til bormaydi. Endi nima tez chiqmaydi. O'zi prezidentda rasvo joylar edi. Endi bu dumaloq bazaltakda. Fuyam gapi, bu yer double fu. Qayerga boramiz endi qishloqqa? Cheksiz marmartinoat suramiz betlardan. Paskotdingmi? Yo'q, tepaga. Dumaloq olamning baglari tugamaydi. To'g'rimi qishloqqa? Jeb to'r o'lib ketadi deyapman. Bloklarim ham tugadi, qanday chiqishni bilmayman. Hozir lavo qizib ketadimi deyapman. Mayli, junni ishlatishga majburman. Bu dumaloq Minecraftda tugal kovlash haqiqiy azob bor-ku, 4 ta kovlash kerak. Ozgina blok kavlab olaman. Oddiy joylar qayerdasiz? Biz sizlarni sog'indik. Umid qilamanki, yaqin orada chiqib qoladi. Men afsuski hammasi bunday bo'lib chiqmadi. Biz dahshatli darajada ko'p kovladik. Va nihoyat odam bashara joylari. Odam bashara emas, dumaloq bashara. Ana u yerda ko'k o'rmon ko'ryapman, balki endirmarvar to'plab kelarmiz birinchi. Umid qilamanki endirmenlar paydo bo'ladi. Mana bunday qilishni unutmaslik kerak. Tayyor. Nima qilishni unutmaslik kerak? Voy, meni uryapti. Voy, yaramas qattiq uryapti. Bo'ldi, kiydim, qochdik. Tushunishimcha endirmenlar bilan muammo bo'lmaydi. Yagona muammo bo'ladigan narsa menimcha bu Minecraftda qayiqlarni yerga qo'yish. Voy, bu yerda endirmenlar qo'yib chopyapman hammasini. Men nimaga ko'ziga qaradim? Bo'ldi, hal qildim, tushaver. Meni kal bo'lsa ham boshim ostidasa. Akkancha qizil o'rmon ko'rdingmi? U yer to'rburchak grafik. Nimaga hammasi dumaloq-ku mana daraxtlar? Sen polga qara. Polga? Ha, rostdan ham pol to'rburchak bo'ldi. Qizil o'rmon endi mening eng yoqtirganim. Kim nima desa desin. Yana bitta endirmarvarat. Qishloqqa senichi o'sha tarafga o'tsam yetib bora olamanmi? Yetasan o'taman. Umid qilamanki sen meni o'limimni xohlamaysan. Sal qoldi-ya. Mana bu aytgan muammo bu yerda qayiq qo'yish deyarli lotsiz. Mayli, eski uslubdan foydalanamiz. Bu yerga yaramas. Faqat bu emas. Faqat uni ketib qoldi demanglar iltimos. Hozir eng noqulay vaziyatda orqamdan kelib urib ketadimi? Ender marvaratini ber yaramas. Jonim ham kam qoldi, ovqat ham kamayib ketyapti. Bu ketishda men nima deganda bu eng noqulay vaziyatga keladi yaramas. Iltimos o'ldirma. Qayiq o'tir, qayiq bo'ldi surdi. Tirik qolsa bo'ladi. Qanisan yaramas, bu yerga chiq. Birga urushasanmi, orqadan kelishni bilasan faqat yaramas. Qaysi go'rda qoldi? Endirmarvarat? Muhtaram janob, balki siz men qayig'imni berarsiz, sekingina. Voy la'nati shu ishni bekor qildim shekilli. Bu yerga qanday sizga olta qilish bilan shuncha jon olasan, g'ijim.
Qochishdi, rasvo joyga burildi o'zi ham. Bo'ldi, men havasini chuqurchaga solib qo'ydim. Oxirgilari cho'pi bor. Bu yana nima balo bo'ldi? Va nihoyat narsalarimni qaytarib oldim. Bu menikidan yaxshiroq bo'ladi. Voy bu pusi blokchada qara kichkinaligini. Xullas qishloqqa gap teshit. Biz Qizil qal'a topishimiz kerak endi. Topamiz, faqat ular birorta ham olovga qarshi damlab bermabdi, g'ijimlar. Yo'q, nega menga bitta berishibdi? Unda yaxshi, men kamonni ushlab o'tamiz hammasini. Tezroq bo'larni dumaloq qilib, reja qilib kelyapti. Topdik oxiri. Ha, o'zini topdik. 1 million kilometr kovlaganimizni hisobga olmasa. Birinchi ifrit va olovli tayoqcha tushmadi. Tushdi-ku, nimaga olmadi? Tushibdi. Ko'rsan desam xafa bo'lasan-da. Yurishtirib yur orqangda. Voq, mana spandier cho'pamiz. Faqat damlamani otish kerak. Dadam, 3 daqiqalik damlama bizga qancha vaqtga berildi? Deyarli 3 daqiqa. Menga 2,5 daqiqa. Muhtaram janob, iltimos chuqurga tushing. Yo'qsa ursang hamma aka-pakalarni chaqirib kelasiz. Chuqurga tushib turing. 8 ta bo'ldi tayoqcha. Bo'ldi, surdak, menda qiladigan ish qolmadi. Mana senga obsidian va nima qilishni bilasan. Obbo, men yana hamma yerni qaro qilib o'ynayapman ekan. Qanday dahshat. Boshla, qishloqqa taqdim etadi. Ko'rmayapsizmi? Yo'q, ko'rmayapsizmi? Suratlar ishlari ketyapti. Yo'qol. Ha, bo'ldi. Qani edi. Mana bor ekan. Ustiga tasha. Yaxshi, mana. Ha, ustiga tasha. Ma ushla. Ha, tushdi, mayli bo'ladi. Chacha. Dumaloqni zirdan va nihoyat chiqoldik qishloqqa. Barbar tusha, ko'p istasan, yasha. Minecraftda avvalgidek to'rtburchak qilishimizga oz qoldi. Bir olganda kvadratu mayli. O'qimagansan-da. Ko'z qayerga uchdi ko'rmadingmi? Negadir men sezmay qoldim. Ha, bu yerga uchdi. Silkitdi, pachoq, birinchisi. Mayli, muhimi shu yerga uchgan bo'lsa bo'ldi. Oyoqni qo'lga olib chop tekshakka. Minecraft biz seni qutqaramiz. Koltukni yorib ketardi. Sağ qo'lda ikkalamiz bo'lib ketardi. Mana bu daraxt epik ko'rinyapti. Chunki Minecraftda bular-ku o'shalar ko'rinyapti. Qara, lavani quysan nima bo'lyapti? Yo'q, bunisi ham yo'qargan. Ovqat tugayapti, qo'ylar kerak bo'ladi. Yaramas qala qayerda qoldi hozir? Bedrockka boraman-ku. Va nihoyat qal'aga ham yetib keldik va bu yerda endi ketamiz. Sababi bizga hali kamon va ovqat kerak. Bular uchun esa qishloq topishimiz kerak. Shuning uchun ham qishloq oldimda yo'q. Umid qilamanki, u qishloq topishga ulgurdi. Balki o'qlar va ovqat sotib olishga ham ulgurgandir. Xo'p, bu chuqurdan chiqish oson bo'lmadi. Bu esa yo'qotib qo'ymasligimiz uchun qishloq topishga ulguribdi. Men endi o'sha yerga borsam bo'ldi. Yaxshiyamki unchalik uzoqda emas ekan. Agar men hozir buni otsam, qayiq ham men bilan birga teleport bo'ladimi? Tekshirib ko'ramiz. Yo'q. Mayli, seni hech qachon unutmayman, qayiq.
Agar adashmayotgan bo'lsam, mana shu tog'ning orqasida bo'lish kerak. Ajoyib topildi. Qishloqqa esa negadir yo'q. Hammayli yana o'zini qishlog'iga jo'nab borgandirda. Ha, bu qishloqlarga nimadir bo'lgan. Sababi bu yerda atagi 16 dona samon blok bor ekan. Qanaqa qishloqlar chiqyapti bizga? Samon kam degan, ha mayli bo'lmasam qishloqlardan sotib olamiz ovqatni ham, kamonni ham, o'qini ham. To'g'ri, buning uchun esa biz juda ham ko'p daraxt chopishimiz kerak. Kamonchi stollarni yasayman. Aka, qalani topdingmi? Topdim albatta. Va sen kamonchi bo'l, yaramas tayoqcha sotasanmi, karamas yo sotib olarkan. Bizga aynan shunisi kerak-ku, mayli. Endi esa o'qlar sotib olamiz. Taxminan boricha olamiz. Bu esa 300 ta ekan, mayli. O, mana bunisi ovqat sotib olarkan, ajoyib. O'zi aynan sen kerak eding. Ovqat dedingmi? Qani ovqat? Hamma ovqat. Menga ovqat. Boltam ham deyarli sinay dedi. Tayyor. Xo'sh, endi qal'aga qaytsak ham bo'ladi. Faqat qala qayerda edi? Yelkangda olib yurganing g'ishmi miyami, ha? Taxminan shu yerlarda bo'lsa kerak. Oho, nega o'zi 4 ta kovlanding, 3 tasiga ham siqardik? Ha, men buni yarim yo'lda tushunib yetdim. Endi qayoqqa? Taxtalar bo'ylab yur, o'zlari olib boradi. Xo'sh, endi yagona qilishimiz kerak bo'lgan ish shu portalli xonani topish. O, aslaha uchun naqshlar. Mana bu yerda esa redstone ko'rganim, rahmat. Endi bo'lsa verstaklarni qo'yib, mana bu stolni yasab, o'zimizda aslahalarimizda bo'yab tashlasak bo'ladi. Taxminan mana bunday. O, ajoyib ko'rinyapti. Menimcha xuddi shunaqasini oldin ham qilgan deyman. Ustimdan kulyapsizlarmi? Mayli. Men ham yana ikkita topdim. Hamma narsamni bo'yab olsam bo'lar ekanda. Ha, mayli, buni ham bo'yaymiz. Unchalik ham yomon emas, to'g'rimi? Kiyib ko'ramiz, ajoyib. Endi temir oyoq kiyimlarni ham bo'yab tashlaymiz. Qani edi, ham mana tayyor. Endi esa temir bosh kiyimni bo'ldi. Ye, temirga bo'yabman, sal qolsa mayli. Qizilga bo'yash kerak, tayyor. La'natli. Men ikkita yasab qo'ydim temir oyoq kiyimdan. Xona topildi. Yotoqqa bosib qo'y, o'lib qolsang. Hamma narsadan ayrilsak, bu yerga 3-4 ta temir solib qo'ydik yog'och bilan bo'ldi. Portalni yoqish vaqti yetib keldi. Portal tayyor. Yo'yamiz bu ajdarni. Obbo, dumaloq Minecraftda bu yerdan chiqish emas obi. Ajdar qani, bu yana nima bola bo'ldi? Bu yana nimasi? Men bu yerda qanaqadir ko'zlar turibdi. Ajdar qani? To'xta. Men tushunmadim. Bu degani biz o'tuvlarga qayta olmaymizmi? Portalni qayta yoqamiz axir. To'g'ri aytasan, qishloqqa portalni yoqishni iloji yo'q boshqachasiga. Biz bu yerda abadiy qoldik shekilli. Men xohlagan paytimda qishlog'imga suraveraman, lekin bolamni kim dumaloq qildi? Balki mana bu ko'zlarni sindirish kerakdir. Sinmayapti, o'lmas kirkani sindirib ko'rchi. Mayli, qochib turib sindiraman va juda ham sekin bo'lsa ham nima? Onajonim mehriboni, bola dumaloq qilsa ham bo'larkan lekin. Yo'q, qishloqqa men g'alaba uchun kelganman. Qani urash, nimaga turibsan? Vop, boshlandi menimcha. Shuni bekor qilding-da. Voy, uchib kelyapti. Bu yaramasi qanday o'ldirsa bo'ladi? Kamonga tupurib qo'ygan joyi bor ekan. Bo'lishi mumkin emas. Ha, ko'ziga otish kerak ekan, uni yagona nozik joyi tushunishimcha. Bu yaramas xatoga ovqat yeb olishga ham qo'ymayapti-ku, buncha uraverasan. Qo'rqma, men berganman, ko'ziga otaman. Men esa hech qanaqa mergan emasman. Agar mana shu ko'zini qilich bilan uyib olsa-chi? Tekshirib ko'rish kerak. Mana senga yo'q ketarkan joni, yana yaxshigina ko'p. Bu yerga kelsa yaramas. Menga ham yopish jo'yaman. Agar shu ketishni davom ettirsak, menimcha uni yuta olamiz. Ovqat yeb olay ozgina. Balki qanqon yordam berar. Hozirroq tekshirib ko'rish kerak. Oldimga kel yaramas, balki bolta senga yoqib tushar. Ushla. Bu hujum jonini to'ldiryapti. Yana dahshatli darajada tez. Ha, bu biz uchun yomon yangilik. Lekin agar bolta bilan qochib zarba bersak, menimcha avtoga yutsak ham bo'ladi. Yo'q. Sen yana nimani o'ylab qo'yding? Lazerga balo bormi? Enderman faqat hozir emas. Obbo'yo! Qochoqalim ko'ryapsanmi, qanchadan jonini to'ldiryapti? Ko'rib turibman, endi tushunyapman qanday bu butun olamni dumaloq qilib tashlaganini. Bu xoma o'ylab qo'yma, anchagina jonini oldik. Bu lazering bilan hech narsa qila olmaysan. Nima, yangisidan yo'qmi? Yo'q, bekor so'radim. Buni tagida qolsang tamomsan menimcha. Ulishingni ol yaramas. Yo'q, faqat bunaqa musht emas. Bu endermenlar nega xalaqit beraveradi ya? Shularsiz allaqachon o'ldirardik. To'g'ri, qochoqlarni boshqa tashlab qolmasan. Yana ikkitasi orqamdan kelyapti. Hop, rahmat. Nima kerak shu endermenlarga? Yo'q, qol, meni narsalarimni oldida senga nima bor? Yo'q, faqat bu emas. Narsalarimni yo'q qildirjim. Hech bo'lmasa jonini bunchalik tez o'ldirmasa bo'ladi-ku. Buncha ko'p bo'lsa, mana men bir marta ham o'lmadim. Bu yaramas, faqat menga yopishyapti-da, faqat bu emas. Yo'q.
Hamma narsalarim yonib ketdi. Joni ham to'layapti buni. Qishloqqa mendan tagi 4 ta narsa qoldi. Voy, ko'zlarim qorayib ketyapti. Atrof qop-qorong'i. Obbo, shunaqa nayranglarim ham bor degan. Agar men shu yerda jim yurib o'tirsam, hech kim teginmasligi kerak. Endi men ko'ziga qachon qaradim. Bu qopchiqni deyarli o'ldirdik. Qara qancha joni qoldi. Qayerlarga yursa qo'yib tashyapman-ku. Men bunga hozir yutamiz. Meni yana o'ldirishdi. Meni ham o'ldirdi birinchi marta. Obbo, joni yana to'ppa-to'la. Jonga tegdi. Bunga endermenlar yordam beryapti. Yo'qsa yutardik. Shuning uchun o'zimga kuchni 10 darajasini beraman. Endermenni ikkita yo'yyapman qishloqqa. Sen uni chaqirib, men uni qo'lda yo'yaman. To'g'ri qilasan, bugun shu ham kam. Mana senga bu ham kam. Ushla, bu yoqqa kel, qocha olmaysan endi. Qo'l bilan urib yo'ydingmi nima? Ha, o'ziga bittagina jonim qoldi. Xo'sh, hech narsa o'zgarmadi-ku, hali ham dumaloq. To'g'ri aytasan. Bu yerda esa qandaydir sandiq. Ha, men tushunib yetdim. Menimcha mana shu narsa olamni dumaloq qilib ushlab turibdi. Shunaqa degan, demak uni yo'q qilish kerak. Tamom, shunchaki maydalab tashlab uni va hammasidan qutulaylik. Haqsan. Bo'ldi. 1 2 3 yo'q bo'l dumaloq Minecraft. Menimcha o'xshadi. Ha, qishloqqa anni o'xshadim. Fallo qo'ya to'rtburchak Minecraft. Men seni sevaman. To'rtburchak desaraklarim to'rtburchak aylanay. Mana bu to'rtburchaklik endi Minecraftga yarashyapti. Oho, bu yangidan qurgan narsam shunaqa ko'rinarmidi aslida? Yana bir narsa, biz bu yerdan qayta olamizmi? Tekshirib ko'raychi. Menimcha qayta olamiz. Portal yonibdi, faqat negadir juda kichkinami. Eski ochilganiga rahmat de. Lekin menda bedrock bilan bolt ortib qoldi. Nima ortib qoldi? Ha, mayli, muhim emas. Xo'sh do'stlar, biz bu olamni dumaloqlikdan qutqara oldik. Va nihoyat to'rtburchak mazza. Sizlar bilan esa biz xayrlashmaymiz. Yaxshi ekraningizda chiqib turgan videolarni ko'ring, ayniqsa o'yindagisini. 100 ming tanga o'z qoldi. Obuna bo'linglar.